Assalomu alaykum qadrdonlar, yaxshimisizlar? Mana Koreyskiy mostda Qaradaryoga yetmasi Ilhom akam yaxshi biznesni ham boshlabdilar. Uy qo'tan yasayaptilar. Yaxshi uy boqadigan akalarimizga tavsiya qilib qolamiz. Hozir o'zlari tushuntirib beradi, nechta qo'y ketadi, razmeri qanaqa bo'ladi. Ko'ramiz. Assalomu alaykum qadrdonlar. Kelinglar, mana qo'y qo'talarimizni taxlab sotyapmiz. Mana bunaqa ochilib, satrlari suvlar tagiga kirib ketadi. Satri bilan birga. Bu 1,5-2 metrli variantimiz. Badon o'qiydi, ovqat badon suv. Bu 1,950 2 millionni 1,900 ga chiqarib beramiz oxiri. Mana agar bular profilda va agar armaturadan qo'ysa 200 ming so'm arzon chiqadi. 1,700 mingga chiqadi. 1,5 li variant, katta 3 metr, 2 ga 4 har xil xohlagan razmer qilib beramiz. Faqat zakaz qilsanglar bo'ldi. Mana qo'y qo'talar aytyapmiz boquvchilarga. Bunga 4 ta katta boqma qo'y ketadi, maydasidan 5-6 gacha ketadi. Kelaverasizlar. Manzilimiz Qaradaryo ko'prigida oldida. Ragaz to'g'risida. Sog' bo'linglar.